Ibrohim ibn Ahmad va Jayron. Ibrohim ibn Ahmad Balxda saltanat va dabdabaga g'arq bo'lgan bir hukmdor edi. U kishi bu holatdan qutulishi hamda oxiratni ihyo etishi uchun davrning oriflari va sufiylari vaqti bilan ibratli ogohlantirishlar berar edilar. Mashhur rivoyatga ko'ra, bir kecha Ibrohim Ahmad saroyining tomidan kelayotgan ajoyib tovushlarni va shovqinni eshitdilar. Bu shovqin ostida uyqulari qochib, tomdagilardan qiziqish bilan so'radilar. U yerda nima qilyapsizlar? G'alati bir javob beriladi. Tuyamizni yo'qotdik va uni qidiryapmiz. Ibrohim ibn Ahmad g'azablanib, tomda ham tuya qidiriladimi? Dedilar. Bu safar javob juda ma'nili va ibratli edi. Ey Ibrohim, tomda tuya qidirilmasligini bilasan-u, saroyda sen yashayotgan dabdaba va hashamat ichida abadiy saodat qidirilmasligini bilmaysanmi? Bu so'zlar boshqa ibratli tanbehlarga qaraganda Ibrohim ibn Ahmadga biroz ta'sir qildi. Biroq bir muddat o'tgach u kishi bu hodisani unutib yubordilar. Shu sababli hollarida biror bir o'zgarish sezilmadi. Kunlar shu tarzda o'tib borar ekan, Ibrohim ibn Ahmad bir kuni atrofdagilari bilan Jayron oviga chiqdilar. Bir payt o'zlari sezmagan holda suvoriylaridan ayrilib, boshqa tomonga ot choptirib ketdilar. Juda diqqat bilan bir ov orqasidan borayotganlarida quloqlarida "Uyg'on" degan bir ovoz eshitildi. Bunga e'tibor qilmadilar. Ayni ovoz yana takrorlandi. Keyin yana bir marta. So'ngra har tomondan shunga o'xshash ovozlar paydo bo'la boshladi. Ovozlar: "O'lim seni uyg'otmasdan avval o'zing uyg'on." Ibrohim ibn Ahmad hayron qoldilar. Ham qo'rqdilar. Shu payt oldilaridan go'zal bir jayron chiqdi. Shunda Ibrohim ibn Ahmad u nozik hayvonni ovlash hayajoniga tushdilar. Biroz avval eshitilgan ovozlarni esa esdan chiqardilar. Sadaqdan o'q chiqarib yoyga tizdilar. So'ng nishonga oldilar. Endi o'qni otayotganlarida u nozik jayron ko'zlarini Ibrohim ibn Ahmadga tikib tilga kirdi. Ey Ibrohim, seni Rahmon bo'lgan Alloh meni ovlash uchun yaratdimi? Ibrohim ibn Ahmad boshdan oyoqlarigacha titradilar. Ko'zlari pir-pir etib otlardan sakrab yerga tushdilar. Sajdaga bosh egib tavba qildilar. Janobu Haqqa yolvorib, ey lutfu karam so'ngsiz bo'lgan Allohim, mening holimga ham nazar sol. Qancha vaqtdan buyon dabdaba ichida umrim nafasini zoyi qilganman. Ey Allohim, lutfing bilan ko'nglimni yuv, qalbimda muhabbatingdan o'zga narsa qolmasin dedilar. Ibrohim ibn Ahmad endi ko'zlarini boshqa bir olamga ochgan, ilohiy bir iqlimning tomoshasiga g'arq bo'lgan edilar. Bu tafakkur sahnasi u kishidagi boshqa go'zallik ko'rinishlarini butunlay yo'q qilib yuborgan edi. Ana shu lahzalarda har tongda avaylab kiyadigan saltanat egasiga tegishli bo'lgan liboslari ham, ko'kslarini to'lqinlantiradigan Balx sultonligi ham u kishining qalbidagi o'z hashamatini va ko'rkini yo'qotgandi. Ko'zlariga o'tkinchi narsalar bo'lib ko'rina boshlagandi. Ko'zlari tavba yoshlaridan namlangan, qalblari nadomat otashi bilan yongan Ibrohim ibn Ahmad shu holatda to'g'ri sahro taraflarga qarab yo'l oldilar. Ancha vaqt yurilgandan so'ng bir cho'ponga ko'zlari tushdi. Darhol uning yoniga bordilar va o'z liboslari evaziga uning cho'ponini olib egnilariga kiydilar. Shu onda qalblarida buyuk bir rohatni his etdilar. Cho'pon esa bu hol qarshisida shoshib qolgandi. Ichida podshohimiz aqlini yo'qotgan bo'lsa kerak, derdi. Ibrohim ibn Ahmad eslarini yo'qotmagan, aksincha aqllarini endi joyiga kelgandi. Faqat u kishi jayron oviga chiqqan, Alloh taolo u kishini jayron sabab uyg'otdi. Qissadan hissa shuki, dunyo va oxiratdan birini tanlovi oldida qolib, oxiratni tanlaganlar abadiyat sultoni o'laroq so'ngsiz mukofotga noil bo'ladilar. Biroq dunyoni tanlaganlar bu olamda zohiran sulton bo'lsalar ham haqiqatda boqiy dunyoning qo'llaridan hech narsa kelmaydigan tilanchilari hukmidadirlar. Bu sirni anglab yetgan Ibrohim ibn Ahmad o'z ixlosi, hukmronligini tark etish bilan bo'lganligini ko'rgach, o'z fidokorligi va farog'atlaridan voz kechdilar. Ubudiyat sultoni bo'ldilar. Qarshilaridan chiqqan ogohlantiruvchi sabablar u kishining qalblaridagi ixlos va samimiyat javharining bir barokatidir. Aniqrog'i ko'ngillaridagi hol ilohiy iqlimga qadam bostiruvchi sabablar oldidan chiqishga
va haqning buyuk tajallilariga noil bo'lishlariga, sultonlikni tark etish kabi buyuk bir farog'atni u kishiga osonlashtirishga va nihoyat bir lahzada bir necha ehsonlarga erishishlariga vasila bo'lgandir. Shoir bu holni naqadar go'zal ta'riflaydi. Haq tajalli aylasa har ishni oson etur, xalq qilur asbobini bir lahzada ehson etur.